tomoshabinlarni qiziqtiradigan savol bilan murojaat qilaman. Ko'cha ko'tarilgan sari dam olib ketsa ham bo'lar ekan-da. Endi to'y qilish kerak, qizini uzatish kerak. 50-yillarda qurilgan uy demaydi-da buni. Ukasi bor, amakisi bor, tog'asi bor. Ranglar jilosi ushlab qolingan. Ajratib olishimiz uchun kolonni qo'yganmiz. 18-24 dollar orasida o'ynab turibdi. Bitta qalamni kuchi. Bitta qalamni kuchi. Bizani ko'rsatuvimizda shu mujiklar uchun, erkaklar uchun. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi videomizni boshlashdan oldin sizlarga bir taklifimiz bor edi. Bu taklifimiz nimadan iborat? Bizni 80% ko'rayotgan yurtdoshlarimiz faqat tomosha qiladi xolos. Iltimos, shuni tomosha qilganda podpiska tugmachasini bosing. Bu bizga nima beradi? Podpiska tugmachasini bosib, kommentariyalarni sal ko'paytirsa, bizda aktivnost ko'payadi. Aktivnost ko'paygan sari biz sizlarga videolarimizni ko'paytirib beramiz. Ya'ni bitta emas, ikkita, 3 ta video haftasiga chiqishi mumkin. Endi bugungi mavzuimiz, agarda inson o'ziga eniga kiyim olsa, oynani oldida shuni tomosha qilib, chiroyli turadimi, qanaqa ekan deb bir o'ziga baho beradi va juda ko'p o'ziga tanlashga harakat qiladi. Endi imoratlarimiz chiroyli chiqishi uchun imoratning kiyimi bu fasad hisoblanadi. Fasad qanchalik to'g'ri tanlansa, fasaddagi ranglar jilosi to'g'ri tanlansa, demak imoratning ko'rkiga ko'rk qo'shadi. Bugungi mavzuimiz imoratlarning fasadi haqida. Aziz aka, mana qarang, shu fasad to'g'risida gaplashamiz deb bugun ko'rsatdi, to'g'rimi? To'g'ri. Odamlar masalan o'zini eski uyda yashayapti, uyning ichi juda ham yaxshi remont qilingan, lekin fasaddan ko'rinishi uncha yaxshi emas. Masalan, ma'naviy eskirgan deymiz. Endi to'y qilish kerak, qizini uzatish kerak, lekin fasadni ham marafet qilib qo'yish kerak. Bu odamning kiyimi, deydi. Odamning yuzi, ko'rinishi. Shu holatda masalan bizga uy egasi murojaat qilganda, mana xuddi yonidagi hovlidagi ko'rinishga ega edi. Oldida mana bunaqa tekis yer joy bor edi. Biz endi hozir tomoshabinlarga shuni aytishimiz mumkinki, oldingi rasmimiz ham bor. Shu xonadonni rejissyorimiz albatta ko'rsatadi, mana hozir ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Endi bungi holat. Ishonmaysiz, mana shu uyga 60 yil bo'lgandi, mana shu uyga. Lekin bitta narsasidan bilinar ekan, endi to'g'risini aytish kerak. Masalan, ko'cha ko'tarilgan sari uy pastda bo'lib qolgan. Bu endi eski uylarning holati bu 50-60-yillarda qurilgan uylar. O'sha haligi bizning tilda aytadi, 3 ta xona bitta ayvon deydi. Shunaqa uyda o'sha uyga fasadni rekonstruksiya qilib, dizayn qilib, mana to'y bo'ladiganini to'y bo'lib o'tdi bu xonadonda. Baxtli bo'lsa, o'shanga biz taklif berdik, mana men ustun qo'yib, oldida naves qilishga, men mashina yomg'ir qorda turmasligiga, to'y hasham bo'lganda ham bemalol yomg'ir qordan himoyalantirishga naves qilib turib. Demak, bu hozir shu pastluda bo'lib qolgani ham bu yerga suv yig'ilmaydi demoqchisiz-da? Suv yig'ilmaydi. Chetida arulaga ketadigan qilingan. Oldida e'tibor berib qarasangiz, gullarni ochilayotganini juda chiroyli qilib shuni so'ramoqchi edim. Shu proyektda mana shunaqa dizayn taklif qilganimizda mana gullarni ekib qo'yilganini ko'rishligi mumkin tomoshabinlar. Qarang, shu gullar o'zi tabiatdan kichkinami yo yana katta bo'ladimi bu? Gullar sezonniy gullar, e'tibor bergan bo'lsangiz, sezonniy gullarda. Keyin mana men gastruba, oddiy gastrubani, xunuk gastrubani oldigimda temirdan so'richa svarkalar. Xuddi so'riga o'xshab qolganda. Uyni e'tibor bering, mana bundoq o'sib, uy egalarining ideyasi o'zi aslida bu. Keyin mana men tepada qarang, sim tortib qo'ygan-ku, bu nima ish beradi mana? Davom to'rtburchak qo'ygan. Men gul osilib, o'rmalab tushganda mana osilib gullab tushadi-da. Bu nima deyiladi? Qishin yozin o'sadigan gulmi bu endi? Men chirmash. Keling yaqinroq boraylik, shu yoqqa azizga. Majverniklar bir tekis o'sadi, lekin bizda o'zbek xalqi juda ham ijodiy yondashib qaychilashyapti. Ingichka uzun, aylanib kesilgan. Demak, shu holatda olib qolsa bo'ladimi? Shunday holatda olib qolsa bo'ladi. Yana aytmoqchiman, bizani ko'rayotgan odamlarga, ya'ni misol uchun archa o'ziga yarasha uxot talab qiladi, parvarish talab qiladi. Agar masalan parvarish talab qilmaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, saksni eksa, saksnani unaqa parvarish qilmasdan, ko'p sug'ormasdan bir tekis o'sib ketadi. Kam sug'orsangiz ham o'sadi. Lekin archaga
suv talab va havo talab. Shu ham juda qulay qilingan ekanda. Aziz aka, nimaga deng? Panjarasi yo'q. Xuddi ani haytek uyga o'xshab kelib, shu yerda dam olib, o'tirib, oyoq charchaganda dam olib ketsa ham bo'lar ekanda. Misol uchun chetda o'tirish mumkin. Keyin mana Ehson aka e'tibor berdingizmi? Katta ko'chadan asfaltdan suv oqqanda, bu yoqqa suv oqib ketmasligi uchun ba'zi ozgina ko'tarib qo'yilgan. O'shani hisobiga atayin qilingan ekan. Atilab qilingan yomg'ir suvi, ya'ni bu hovliga urmasdan tepadan oqib o'tib ketishi mumkin. Qani kelaylikchi shuni. Boya ahamiyat bermanman-da, shuni aziz aka kelganda. Mana. Kelinglar mana ko'rsating Jaloliddin, bu yerdan mana bitta barmoq. Tepaga ko'tarilganda bu mashinaga ham xalaqit bermaydi, keyin aruv bo'lib chetiga ham ketar ekan. Mana endi ustunni qaraydigan bo'lsak, lekin uzoqdan qaraganda ichidagi miramir uncha ko'rinmas ekanda. To'g'ri. Endi yana bitta narsa aytmoqchiman, bu yerda bitta siri bor. Ya'ni biz loyihada shunaqa qilganmizki, orqasida devor turibdi. Mana shu obmanka qilinganda. Mana parapetni ko'rishingiz mumkin. Mana bu obmanka qilingan. Orqasida devor. Devor ustiga chiqarilgani hisobiga darvoza uzoqdan qarasa, xuddi darvoza balandek ko'rinadi. Pakana darvoza. Ko'pchilik xonadonlarda balkoni bo'lganda darvoza pastroq bo'lib qoladi. Savol tug'iladi-da, ba'zilar aytadiki, shu sokol deyiladi-ku, agar sokolni baland qilsak, xuddi shtonni balandga ko'tarib olgan odamdek baland xunuk ko'rinishi mumkin. Demak, buni balandligi shu javob beradi deb standartiga. O'pishi balandlikdan kelib chiqadi. Asosan bizda yomg'ir suvlari yoki masalan suv sepgan, suv sachraganda devorga urmasligi uchun sokolni granit toshlardan qilamiz. Lekin boshqa mamlakatlarda pastgacha devor qilgan holati ham bor. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Mana shu 50-60-yillarda qurilgan uylarning bitta muammosi oyna past bo'lib qoladi. Deraza o'zi past bo'lib qoladi. O'zi aslida osnovasi shunaqa. Osnovasi shunaqa. Jaloliddin mana qarang. Mana shu raxi tepadan olingan, shu obmanka xuddi peshana qilganda katta qilib ko'rsatilgan ekanda. Uzoqdan qaraganda xuddi derazasi katta, bahaybat. Taga bo'lmasa kichkinagina bo'lib ko'rinadi. Agar tagasini mana shu romni tepasini o'zidan aylantirganimda peshanasi katta bo'lib qolib, xunuk bo'lib qolardi. So'ngaga shuning uchun mashina tagasini bundoq tepaga ko'tarib, koronasini baland qo'yganning hisobiga biz ko'chadan qaraganimizda oyna pastligi sezilmayapti. Xuddi ko'zga obmanka bo'lib, oyna balandek ko'rinyapti. Ya'ni ikkita effekt. Bittasi darvozani bo'yini baland qildi, bittasi oynada oynani bo'yini baland qildi. Xo'p, yana nimada ishlatdik shunaqa priyomlar? Yana xuddi shu priyomni uyni o'zi bo'yi past edi. Mana u yon qo'shnilar uyiga qarasangiz, xuddi shunaqa bir xil ketgan past uy edi. Shuni tepasiga mana bu ozgina 3 qator g'isht tertirib turib, tomini ochib, keyin mana oldin gipsokarton qilib rom qo'yib, o'sha romni qo'yganimizdan keyin balandroq ko'rinadigan bo'ldi. Bu ham demak obmankada mansarda. Bu ham hammasi obmanka. Ichida mansarda xona yo'q. Qarang, mana shu uchburchak qilib qilingan tom, bu ham sal ko'rinish beradi balandlikda. Uyini go'dasini ko'tarib, biz balandroq qilishga muvaffaq bo'ldik. Mana ko'rayotgan odamlarning uyi agar kimni uyi misol uchun past ham bir qavat bo'lib qolgan bo'lsa, uni buzib tashlab albatta yangi uy qurish shart emas. Xuddi shunaqa masalan bitta remont qilib qo'yilsa yangidan. Zamonaviy tilda aytganda rebranding qilib qo'ysa bo'ladi. Rebranding qilsa, misol uchun o'zgarar ekan. O'zgarib xuddi zamonaviy endi qurilgan uydek turishi mumkin. Zamonaviy uydan umuman kam joyi yo'q. 50-yillarda qurilgan uy demaydi-da buni. 50-60-yillarda qurilgan uy demaydi. Bundoq qarab. Nima klassika? Bu klassikami nima deyiladi? Endi klassik usulda mana mamtimda e'tibor bering. Kolonnalarni bekorga qildirmagan shu kolonna nimaga qilingan? Mana mashina oxirigacha tugatib qo'yaylik. Bizni mana bo'yini, ya'ni bo'yiga bir qavat uy bo'lgancha bo'yini balandroq ko'tarish uchun mana g'ishtchalardan, mana Xitoydan olib kelingan kafilga o'xshagan briketchalardan to'q rang berib turib balandroq qildi-da. Shunda uzoqdan naryoqdan qaraganimizda mana bu element xuddi bo'yiga baland qilib chiqib ketgandek bo'ldi. Ikkita yonida ekanda, derazalarning yonida ekan. Faqat deraza. O'sha narsani ajratib olishimiz uchun kolonna qo'yganmiz. Agar kolonna bo'lmaganda hamma yoq to'q jigaring bo'lib ketganda bo'g'ilib qolardi. Baqaloq bo'lib bo'yi past bo'lib qolardi. Biz kolonna qo'shib mana rangini to'q qilganimiz hisobiga bu bo'yi balandroq bo'lib chiqdi-da. Aziz aka, bitta joyda mana savol bersam-da, mana qarang. Ba'zi bir xonadonlarda ko'ramiz shu panjarani shundoq chiqarib keyin qiladi. U balki qulaydir.
ba'zilari mana shunaqa qilib yuboradi. Bu endi nima deydi, oddiy qilib aytganda gluxoy taqab qilib yuboradi-da. Shuni farqini aytib bera olasizmi mutaxassis sifatida? Qanaqa qilgan ma'qul? Agar masalan uy egasi boshini chiqarib yoniga qaraydigan bo'lsa, unda mana siz aytgandek bortma panjara qilgan yaxshi. Xo'p, endi savol. Bet ko'cha, odamlar yuradi. Sal-pal noqulaylik tug'dirmaydimi shu? Endi bu oynani tagiga o'zini taqab yurmaydi-yu. Yo'lning kengligi 180. Bu yoq tarafdan o'tib ketaveradi, masalan, bemalol. Ilojisi bor. Ilojisi bor. So'kovga o'xshab ozgina chiqadi. Yana bitta voqeani aytib bermoqchiman. Oldingi ko'rsatuvda esingizda bo'lsa, qalam chizishni o'rganinglar deb tavsiya berdim esingizdan. Qalam juda katta. Bu hamma narsaning eng boshlanishi. Eng boshlanishi dedim. Har bitta loyiha avvalambor qalamdan boshlanadi. Chizayotganda ham uy egalariga ba'zi bir ko'p holatlarda biz qalamda eskiz qilishdan boshlaymiz-da. Zamon sayni o'zgarsa ham qalamligicha qoladi. Bir joyga Bekobodga chaqirishdi, eshitdiki, mana ustalar 15 ta odam ishlashyapti. Shular nima qilishni bilmaymiz. Uy qurishimizga kerak, shuni maslahatingizni berib yuboring. Proyekt chizaman deb, mana bu joyga uyni oldi tarafiga proyekt chizib bering, lekin etagini bizga tushuntirib keting dedi. Keyin bitta qog'oz oldim, bitta qalam ruchka so'radim, berishdi, qalam berishdi. Viloyatda bo'lyapti bu narsa, internet orqali emas. Borgan joyimda. Hali qalamda uy rasmini chizib berdim, mana bunaqa qilasizlar, razmerlarini shunday chizmani o'ziga qo'yib berdim-da, qalamda. Keyin hammasini tushuntirib, ustiga ko'rsatib tushundinglarmi desa, aytadiki, Azdaki mana shu qog'ozingizni olib qolsam maylimi? Senga dedingiz. Bemalol dedim-da. Qog'oz tashab ketdim. 2 oydan keyin borsam, bitta qog'oz berdim, bitta mana shu qalamda chizib bergan eskizim ko'rinishi bo'yicha uyni bitirib tashlashibdi. 2 oyda. Qoyilman. Ko'tarib tomini yopib. Qarang, bitta qalamni kuchi. Bitta qalamni kuchi. U proyekt chizib, mana bunaqa varroq albom sitnoy qilmasdan qoyil qolsa bo'ladi-da. Qarang, odamlar shunchalik tashna narsaga-da, siz shuni qo'lda nabroska deyiladi-da, nabroska qilib berdingiz eskizini, uni professional darajada ham qilmagansiz. Shunda chizma qilib berdingiz, shunga qarab bitirib qo'yibdimi? Ha, ustalar aytishadiki, "Aka, siz boshlab bering, yo'lini ko'rsatavering, u yo'lni olib ketamiz, uzoq tashlaymiz" deydi. Shu videoni ko'rib, qanaqadir bir maslahat kerakmi yoki bir fasad bo'yichami, uy bo'yichami qo'ldan kelguncha yordam qilib yuboradilar. To'g'rimi aziz aka? Bu nima deydi? Hammamiz birgalikda qo'limizdan kelsa, yordamimizni tegib qolsa bir odamga. Mana endi bitta tomoshabinimizni kommentariyasiga joyida javob bering. Shu videoni tayyorlashdan maqsad nima degandingiz? Marhamat maqsad. Odamlar foydalandi, savobga sherik bo'ldik. Bu fasadini qilib oldi kimdir. To'g'rimi aziz aka? To'g'ri. Aziz aka, endi hozir qarang. Tomoshabinlarni qiziqtiradigan savol bilan murojaat qilaman. Tayyor bo'lsangiz boshlayman. Demak, mana shu sokoldan boshlaylik, pastdan. Shu sokol narxini aytib bering. Endi mana hamma hozir qiziqyapti narxlar bilan. Mana sokol, misol uchun, mana bu kapusta granitimizni taxminan 40-45 dollar atrofida. Endi bu ham o'ynab turadi, sezonga qarab. Taxminan aytasiz. 40-45 dollar atrofida. Uydan kelib chiqamiz. Mana shu uyni uzunligi. Endi o'zingiz bilasiz, shu uzunligiga qancha uzunligi masalan? Masalan 20 metr deylik. Xo'p, 20 metrga nech pul ketadi shu sokolga? Endi hammasini ma'lum taxminan bo'lsa ham-da, yurtdoshlarga qiziq qolishi mumkin. Quruq sokolni o'zi bo'ladigan bo'lsa, taxminan bular savdogar emaslar, arxitektorlar taxminan narxlarni aytadilar. Shu taxminan shu 1000 dollar atrofida plus minus atrofida. Sokolni o'ziga ketadi. Yaxshi toshlardan qilingan. Endi nima deyiladi? Bu endi fasadni kamin deydi. Fasad toshi. O'sha taxminan mana shu narsalar taxminan 10-15 dollar mana shu anaqa. Shuni ham shunaqa hisoblaydi-ku 20 metrga, ha? 10-15 dollar bu kvadrat metr bo'yicha qilinadi. Xo'p, taxminan shu yerga qancha ketadi? Endi siz hozir taxminan narxni aytayotganingizda, rejissyorimiz shuni umumiy planda, общий planda ko'rsatadi. Odamlarga tasavvurga ega bo'lishi uchun-da. Endi misol uchun mana shu eski, misol uchun mana eski uy, bir qavatli uyingizni fasadini mana bunaqa tomini to'g'irlab, xuddi shunaqa fasadni o'zini, hovli ichini emas, fasadni o'zini mana shunaqa holatga keltirib olaman desangiz, taxminan 15 dollar, 15 ming dollar atrofida. To'xtang, siz hozir umumiy aytib qo'yapsiz. Umumiy. Xo'p, kimdir faqat shuni fasadni o'zini qilishi mumkin, tegi bordir. O'shanga agar misol uchun granit qiladigan bo'lsa 40-45 dollar, mana kafel qiladigan bo'lsa misol uchun 10-15 dollar. Uni o'zi hisoblab oladi kvadratiga ko'paytirib. Mana mamlakasi ingichkarog'i bo'lsa taxminan 3-5 dollar
misol uchun mana buni metraji taxminan aytaman. Mana buni misol uchun metraji $10 misol uchun taxminan kolonnalar metraji. Azzaki yana bitta asosiy narsa-da, mashina vesimiz umumiy olib qaraganda o'sha ham umuman qanaqadir pulga bo'lgan-ku. Alikapondan qilingan, misol uchun alikapondan qilingan. Yana o'rtasiga turib oldik. Alikaponni narxini endi ko'pchilik bilsa kerak. Hozir misol uchun alikaponni narxi $18-24 orasida o'ynab turibdi. Keyin yana bitta narsa shuni demak qarang, shu aniqlik kirib ketaylik. Demak shu navigatsiya bir $2000 atrofida turaveradi-da, umumiy hammasi $2500-$2000. Shunaqa bo'lsa kerak. Shunaqa atrofida. Keyin misol uchun ko'pchilik to'q jigaring alikaponni ishlatishdan qo'rqadi, tomi tegadi. Lekin meni nazarimda mana siz ko'p aytasiz-ku, ranglar jilosi ushlab qolingan. Ya'ni jigarrang va молочный rangni faqat o'sha ikkita rang bilan o'ynaganda bu yerda. Men hovlida yashil ranglar ishlatilgan. Alikaponlari ham yashil ranglar bilan. Men bu pirilalar ham, hatto pirilalar ham yashil bo'lib turib, endi daraxtlarni gapirmadim. Bir-biridan ochroq, to'qroq qilsa ham bitta palitradan olingan. Shuni hisobiga mana shunaqa chiroyli qilib ko'rinyapti va mana ko'p muammo mana naves qilsangiz bolxonaga xalaqit qiladi, bolxonani oynasi qanaqa yechim qilishni bilmay qoladi. Bo'g'ilib qolgan. Bo'g'ilib qoladi. O'sha holatda mana bitta naves sal ko'tarib, bu yerda u naves ko'ryapsiz, bo'yi baland emas. Ya'ni o'zi naves tagida turib mana qo'limni cho'zsam, taxminan navesi balandligi 240, mana eng past joyigacha. 220-230 atrofida. Juda baland emas, tepadagi bolxonani hisobga olgan holda qilingan. Ko'pchilik bolxonali uylarnichi Ihson aka, tomini yopish qiyin-da. Tomini yopganda prostoy yopib qo'yishadi, masalan. Oldini chiqarmasdan. Oldiga, hovliga uklon qilib qo'yishadi, bo'ldi. Keyin bolxonani ko'rinishi xunuk bo'lib turadi. Mana men oldingi holati bunda ham xuddi shunaqa bolxona. Sovet paytida qurilgan. Sovet paytida qurilgan, to'g'ri, o'sha bolxonalar. Oddiy qilib tomi bitta taraf ko'chaga, hovliga qaratib qo'yilgandi. O'zini eng qadimgi uy bo'lishiga qaramasdan eng chiroyli uylarga biriga aylangan. Endi yana bir narsa. Bizni tayyorlayotgan roliklarimiz ko'proq kimlarga mo'ljallangan? Oddiy qilib aytgan. O, вообще zo'r savol berdingiz. Ihson aka, endi qiziq. Sloyi sotsialniy общество bilib olishimiz kerak. O'shanga murojaat qilamiz. Aynan. Tochkasiga udar bo'ldi. Men aytmoqchimanki, mana televizor ko'rganingizda ayollar uchun zo'r ko'rsatuvlar bor, pishiruv, kuydiruv. Internet deylik. Internetda masalanda, nima deydi, tikish, bichish, uylarni tozalash to'g'risida ko'rsatuvlar, qiziq ko'rsatuv ko'p. Lekin seriallar ham bor. Ayollarga serial, lekin mujiklarga, erkaklarga, bundoq erkak maza qilib ko'radigan ko'rsatuvlar sanoqli-da. Bizning ko'rsatuvimizda shu mujiklar uchun, erkaklar uchun maza qilib shu ko'rsatuvni ko'rib, masalan, o'zini uyini yaxshilab, imoratni erkak odam quradi-da. Chunki imorat qurish erkakning vazifasi, erkakning ishi. Ba'zi shunaqa holatlar bo'ladiki, masalan, har xil sharoitda masalan ayollar ham qurib qoladi-ku, Aziz aka, bunga nima deysiz? U ayollar qurishi bu biz uchun isnot. Chunki ayol akasi bor, ukasi bor, amakisi bor, tog'asi bor, qo'shnisi. Kimdir orqali qursin demoqchisiz. Kimdir baribir erkak ustalamdan ishlaydigan odam erkak bo'lish kerak. Ayol 15 ta 20 ta ustaning orasiga kira olmaydi-yu. Gapirmang. Xo'p, sizda mana shu ayol kishi, mana aynan sizga kelsak, ayol kishi imorat quryapti. Murojaat qilganda qanaqa murojaat qiladi? Ko'p hollarda. Ko'p holatlarda akasidan murojaat qiladi, yoki masalan otasidan murojaat qiladi, yoki yana kimdir yaqin insonimdan. Demak, o'rtada Ihson aka yana bitta narsa kelib murojaat qilar ekanda. Lekin Ihson aka, men bitta narsa aytmoqchiman. Bu gapimdan ayollar sizlar ko'rmanglar degani emas. Sizlar ham ko'ringlar albatta. Bu maslahat beradigan ayollar-ku o'zi aslida. Asosan maslahatlashadigan insonimiz shu ayollarimiz, sizlar ham ko'rishinglar kerak. Lekin prosta aytmoqchi bo'lganim, hamma auditoriyaning asosiy qismi baribir erkaklarga mo'ljallangan. Biza Aziz aka, biza shuni to'g'rilab qo'yaylik. Bizani umumiy ko'radigan kontingentimiz, demak, erkaklarga bag'ishlangan, lekin hamma ham ko'radi, chunki hammaga ham bola ham, ayol ham, nima deydi, tomoshabin sifatida. Lekin buni amalga oshiradigan odam erkak odamda, shunaqa demoqchisiz. Ruslarda bir maqol bor. Встречают по одежке, провожают по уму. Bu degani chiroyiga qarab kutib oladi, aqliga qarab kuzatadi. Nima demoqchiman? Chiroyli fasadlar qilaylik imoratlarimizga. Xayr salomat bo'ling.
Hamilton Stayni вторая, поехали. Nima deysiz? Bilaman o'zim nima deysiz. Ketdim. Ruxsat berasan. Keyingi videolarni albatta kuzatib boring deb qolamiz. Xayr salomat bo'ling. Nima qilganingiz? Hadi shunaqa qaylashgin deding-ku. Bugungi mavzuimiz imoratning dizayni haqida. Dizayni noto'g'ri etdim-ku. Noto'g'riga. Bugungi mavzumiz fasad haqida. Bo'ladi. Zачем нужно создать комментарии? Ha, bo'ldi. Bizda aktivnost ko'payadi, aktivnost ko'paysa biz ko'proq video olamiz. Bo'ldi. Birinchi odamni ko'rishganda shunaqa tasavvur bo'ladiki, biz ko'zimiz bilan ko'ramiz, keyin eshitamiz. Вот, да. Boshqa kamera berishdi-da menga. Не моё, короче. Lekinchi shu fasadda ham interesni qilsa bo'ladi. Siz ham o'ldirdingiz kecha rasmni jo'natib, taylanib oling. Bu uy ichi emas, to'rtta rasmga qarab nimasini taylanaman. Bir, ikki, Aziz aka. Assalomu alaykum. Fasadni o'zini xaridgan bo'lsak, Ha, ahamiyat bering, ishlaymiz. fasadni o'zini xaridgan bo'lsak, Fresh Life. Farzandingiz qadrli, siz qadrlisiz.